Mana sizlar sizga va'da qilganimdek detkalarimni ko'chirganimni qo'ydim sizga. Buni ham xuddi kechagiga o'xshab ochiq sistemaga qilganman. Tomirlarni o'zi. Bu orxideya ham katta ko'ringani bilan tomirlari kamligi uchun kichkinaroq bankaga qo'ydim. Keyin massasi katta bo'lgani uchun yiqilmasligi uchun idishga tosh qo'yganman. Mana bu orxideya ham gullayotgan detkam. Mana g'unchasi bor. 5 ta g'unchasi bor ekan. Buni barglari uncha katta emas, lekin buni tomiri ko'proq bo'lib, maydasiga sig'maganligi uchun bunga qo'ydim. Zo'rg'a qatlab. Shuning uchun bunga sal bankasi kattaroq. Ko'rdilaringiz, bankasini, idishini to'yisda tomirini hajmiga qarab tanlaysizlar. Mana shunga o'xshab keyin bankani tagiga tegib turishi kerak tomiri. Havoda qolib ketmasligi kerak. Shunaqa ko'rinishda ekdim. Harakat qilaman. Bularning har biri qaysi ona orxideyadan olingan, qanaqa gullaydi, shularni ko'rsatib alohida videocha qilishga. Hozircha ko'chirgan orxideyalarim mana shular.